Mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, biznes yuritishdagi ma'muriy to'siqlarni qisqartirish va yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratishga keng imkoniyatlar berilmoqda. Soliq xodimlari tomonidan qabul qilinayotgan qaror va farmonlar hududlarda targ'ib qilinmoqda. Ana shunday tadbirlarning navbatdagisi Tuproqqal'a tumanida bo'lib o'tdi. Seminarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmonida belgilangan imtiyozlar, yengilliklar hamda tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar yuzasidan batafsil ma'lumotlar berildi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan 95-sonli va 100-sonli farmonlarni tadbirkorlarga yetkazish maqsadida tasdiqlangan reja grafik bo'yicha bugun mana Hazorasp hamda Tuproqqal'a tumanlarining tadbirkorlarini bitta joyga yig'ib, ular bilan ochiq muloqot tarzida, seminar tarzida mana Prezidentimiz farmonini mazmun mohiyatini yetkazish maqsadida yig'ilishdik. Ular bilan ochiq muloqot shaklida gaplashib, ular bilan qilinayotgan savollarni to'liq javoblab berdik. Tadbirkor Muzaffar Karimov mehmonxona va umumiy ovqatlanish korxonalariga alkogol va tamaki mahsulotlarini sotishda naqd pul to'lovlarini qabul qilish huquqi berilgani ayni muddao bo'lganini ta'kidladi. Xorazm viloyati soliq boshqarmasi tomonidan kelib, bizda tadbirkorlarga yaxshi sharoitlar yaratilganligi to'g'risida tushuncha berildi, hamma narsa ko'rsatib berildi. Tadbirkorlarni rivojlantirish to'g'risida soliq boshqarmasi xodimlariga savol berdim. Savolimga boshqarma xodimlari tomonidan to'liq javob berildi. Alkogol mahsulotlarini naqd pulga sotishga ruxsatimiz yo'q edi. 100-farmon bilan shu 1-iyundan naqd pulga savdo qilishga ruxsat berildi. Tadbir davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan masalalar bo'yicha mutaxassislardan batafsil tushuntirishlar oldilar. Shuningdek, biznesni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar muhokama qilindi. Seminarda Hazorasp tadbirkorlar ham faol ishtirok etib, tadbirkorlar va aholi uchun yaratilayotgan qulayliklar haqida fikr bildirishdi. Bugungi ochiq muloqotlar tadbirkorlarni qonunchilikdagi o'zgarishlardan xabardor qilish, ularning huquqiy bilimlarini mustahkamlash va yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanishga xizmat qilmoqda. Bu esa hududlarda tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash va iqtisodiy faollikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.